Bir kuni Hazreti Aysa shogirdi bilan birga kemaga tushib, ularga "Ko'lning u qetig'i borayli" dedi. Shuning bilan ular yo'lga chiqdi. Kema ketayotganda Hazreti Aysa uxlab qoldi. Ushtum-tut qattiq bo'ron chiqib, kemaga suv to'shib, hammasi intayin xavf ichida qoldi. Shogirdlar Hazreti Aysoni uyg'otib, "Ustoz, g'arq bo'lish oldida turamiz" dedi. Hazreti Ayso uyg'onib, bo'ron chopqinga buyruq qilgan edi. Bo'ron to'xtab, do'lqin pastlab, hammasi tinchdi. Ondan u shogirdlarga burilib, "Shanchinglar nega ketdi?" dedi. Shogirdlar ham hayron bo'lib, ham qo'qishib bir-biriga, "Bu odam zodi kimdi? Buyruq qilsa, hatto bo'ron va do'lqinlarmi uning gapini anglaydi ekan, ha?" deb ketishdi. Hazreti Ayso shogirdlari bilan Jaliliya ko'lning u chetidagi gerasliklar turgan yerga bordi. Hazreti Ayso qirg'oqqa chiqishiga shahardan kelgan jin chaplashgan biri uning oldiga keldi. Bu odam uzundan beri kiyim kiymay, uyda turmay, go'r qilingan o'nkirlarda yashaydi. U Hazreti Aysoni ko'rishi bilanla uning oyog'iga yiqilib, "Ulug' Xudoning o'g'li Ayso, ishimga aralashma. Sendan o'tinamanki, meni qiynama" deb vaqirab ketdi. Uning bundoq deyishining sababi Hazreti Ayso jinga uning tenidan chiqishni buyurgan edi. Jin bu odamni uzun vaqt ilkiga ilib olgan edi. Xalq bu odamni ko'p qitim zanjir kishanlar bilan bog'lab, qamab qo'ygan bo'lsa-mu, u ularni uzib qechib chiqib, jin tarafidan cho'l bayovonlarga elib ketiladi. Hazreti Ayso bu odamdan "Isming nima?" deb so'radi. "Ismim Minglig'an" deb javob berdi bu odamni so'zlayotgan jin. Chunki bu odamga minglig'an jinlar chopishib olgan edi. Ular Hazreti Aysoga o'zlarini shaytonga tayyorlangan tegi yo'q hanglarga surgun qilmaslikni o'tinib yolg'irdi. Shu atrofdagi tog' bag'rida bir to'p to'ng'iz podisi oziqlanib yuradi. Jinlar Hazreti Aysoga yolg'irib, to'ng'izlarning teniga kirib ketishiga ijozat berishni talab qildi. Hazreti Ayso ijozat berdi. Jinlar yeliki odamning tenidan chiqib, to'ng'izlarga chopishib oldi. Butun to'ng'iz podisi patparoq bo'lib, yugurgan peti yordan tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. Bu holni ko'rgan to'ng'iz boquvchilar u yerdan qechib, shahar yezlarda bu xabarni taqatdi. U yerdagi kishilar zodi nima ish bo'lganligini ko'rgili bu yerga kelishdi. Ular Hazreti Aysoning oldiga kelib, tenidan jinlar chiqib ketgan yilqi odamning kiyimlarini kiyib, o'sha joyida holda Hazreti Aysoning oldida o'tirganligini ko'rib, qo'rqib ketishdi. Bu mo'jizani ko'rganlar yilqi kishining soqish jarayonini ko'pchilikka so'zlab berdi. Shu yerdagi kishilar Hazreti Aysoning u yerdan ketishini talab qilishdi. Chunki ular intayin qo'rqishgan edi. Shunga Hazreti Ayso kemaga tushib, qaytib ketmoqchi bo'ldi. Tenidan jinlar chiqib ketgan yilqi kishi
Hazreti Aysoga "Menmi siz bilan birga ketay" deb yolg'irdi. Lekin Hazreti Ayso uningga "Uyingga qaytib berib, Xudoning sana ne kadar cho'ng ishlarni qilib berganligini yetkizgin" dedi. U odam qaytib berib, butun shaharni oralab, Hazreti Ayso o'zi qilib bergan cho'ng ishlarni hammaylanga yetkizdi. Hazreti Ayso ko'lning bu qetiq qaytib kelganida xaloyiq uni qarshi elishdi. Chunki hammaylan uning qaytib kelishini kutib turardi. Qarshi olg'i chiqqanlar ichida ma'lum bir ibodatxonaning mas'ullaridan biri bo'lgan Yoyirmi bor edi. U Hazreti Aysoning oyig'iga yiqilib, uyiga taklif qilib yolvurdi. Chunki uning 12 yoshlik yolg'iz qizi o'lib ketish oldida turardi. Hazreti Ayso u yerga borganida kishilar uning atrofiga zich olishib oldi. Topning ichida xun tavrash kesli giribdor bo'lganiga 12 yil bo'lgan bir ayolmi bor edi. U bu pulini teplar xajlab tuyatgan bo'lsa-mu, hech kim uni saqaytolmagan ekan. U Hazreti Aysoning oq tarpidan kelib, uning chopinining peshini silab qo'yibdi. Xun shu an to'xtadi. "Peshimni tutgan kim?" deb so'radi Hazreti Ayso. Ko'pchilik "Tutmadik" deydi. "Ustoz, to'rt atrofingizning hammasi odam. Ular sizni qistab turayotmamdi?" dedi Petrus. Lekin Hazreti Ayso "Yo'q, birsi qasddan peshimni tutdi. Chunki vujudimdan kuch-qudratning chiqib ketganini sezdim" dedi. Heliqi ayol Hazreti Aysoning sezib qolganligini bilib, titirgan holda uning oldiga kelib, oyig'iga yiqildi va ko'pchilikka o'zining Hazreti Aysoning peshini nemishqa tutganligini ham shu an saqayib ketganligini aytdi. "Qizim, ishonching seni saqaytdi. Tinch omon bo'l" dedi Hazreti Ayso uningga. Hazreti Ayso bu so'zni qilayotganda, ibodatxona mas'ulining uyidan kelgan biri ibodatxona mas'uli Yoyirga "Qizingiz jon usti. Endi ustozni ovora qilmayli" dedi. Buni anglagan Hazreti Ayso Yoyirga "Qo'rqmag'in, menga ishongin. U saqayib ketadi" dedi. Hazreti Ayso Yoyirning uyiga borganda, Petrus, Yuhanna, Yoqub va qizning ota-onasidan boshqa kishilarning o'zi bilan birga uyga kirishiga ruxsat qilmadi. U yerdagilar qizga hozir tutib, yig'izlar qilishyotdi. Hazreti Ayso ularga "Bo'ldi, yig'lamanglar. Qiz o'lmadi, uxlab qopti" dedi. Biroq xaloyiq uni masxara qildi. Chunki qizning allaqachon jon uzganligidan ularning xabari bor edi. Lekin Hazreti Ayso qizning qo'lidan tortib, "Bolam, o'rningdan tur" deb chaqirdi. Qizning ruhi teniga qaytib kelib, u darhol o'rnidan turdi. Hazreti Ayso ularga qizning qo'sig'iga bir narsa berishni buyurdi. Qizning ota-onasi nihoyatda hayron qolishdi. Lekin Hazreti Ayso ularga bu ishni hech kimga tinmaslikni topildi.